Chirchiqda ona va bolani urib ketishiga oz qolgan haydovchi qattiq jazolandi. Gap shundaki, Toshkent viloyati Chirchiq shahrida Cobalt haydovchisi svetoforning qizil chirog'idan o'tib, piyodalar yo'lagidan o'tayotgan ona va bolani urib yuborishiga oz qolgan. Holat ijtimoiy tarmoqlarda katta shov-shuvga sabab bo'ldi. Video 12-aprel kuni tarqalib, keng muhokamalarga sabab bo'lgan. Qidiruv natijasida qoidabuzar 33 yoshli taksichi ekani aniqlandi. Haydovchining aytishicha, u o'sha kuni isitmasi 40 darajaga chiqqan 5 yoshli farzandini olib ketayotgan bo'lgan va shoshilgan. U qizil chiroqda avariyani yoqib o'tganini ham tan olgan. Sud qaroriga ko'ra 2 yilga haydovchilik huquqidan mahrum etildi. 10 million 300 ming so'm jarima belgilandi. Qoidabuzarlik ma'muriy kodeksining 128 prim 10 moddasi yo'l bezorligi sifatida baholangan. Mutaxassislar eslatadi, hatto favqulodda vaziyatda ham qizil chiroqdan o'tish va piyodalarga xavf tug'dirish og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin. Xo'sh, sizningcha bu jazo haydovchi uchun yetarlimi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Poytaxtdagi eng dolzarb voqealar va muhokamalarga sabab bo'layotgan yangiliklarni Toshkentliklar 24 kanalida kuzatib boring.